qizg'in salomlarni sizga yetkazamiz. Yosh san'atchi, Turkistonning yosh san'atchisi, hurmatli Uchqun do'stimda, chunki bir-birimizni taniymiz. Bunday siz nima raqam kutub xalqingizni kutib olishini ulug' Turkiston milliy ashulachisi va sizlar yosh san'atchilarni xursandmiz xalqingizni kutib olishini Yevropaga. Birinchidan butun tildoshlarimga, vatandoshlarimga, xalqimga saygılar, sevgilar, salomlarimni taqdim qilaman. Bugun juda ham quvonchlimanki, mana xalqimiz bilan birlikda barobarlikdamiz. Turkiston yigitlari, o'zbek xalqimiz, turkmanlar bo'lsin, boshqa do'stlardan bo'lsin, hamma bu yerga yig'ilgandilar, tashrif buyurgandilar. Juda ham quvonchli va juda ham xotirali lahzalar o'tkazdik. Buning uchun juda ham xalqimizning tuyg'ularini, quchoq ochishlarini men shaxsan g'urur bilan qarshilayman. Bola g'ururlandim yani o'qan. Siz Turkistonda bir yosh san'atchisi bo'laroq, bu kun ko'rasiz Avropaning turli mamlakatlaridan Turkiston yigitlari Turkistonda hozirgi milliy simbolga bo'lgan milliy bayroqni, oy yulduzli milliy bayroqni ko'taradi. Bir san'atchi bo'laroq siz nima demoqchi istaysiz Turkiston haqida? Turkiston ona diyorimiz, tarix yaratib kelgan bobolarimiz, otalarimiz va bugun Turkiston bizlarning xati qirmizimiz, bayrog'imiz, tojimiz, hamma narsamiz. Uning uchun to oxirgacha buni yelpirab turish uchun mujodala beramiz. Uloqon rahmat sizga. Katta rahmat sizdan. Salomat bo'ling, rahmat sizdan.